Korrupsiya va firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi murosasiz kurashish, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish maqsadida Andijon viloyatida tizimli tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda departamentning Buloqboshi tumani bo'limi xodimlari hamkorligida amalga oshirildi. Tezkor tadbir davomida hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Andijon hududiy filialining Andijon tuman bo'linmasi elektr montyori lavozimida ishlovchi 1990-yilda tug'ilgan shaxsning firibgarlik bilan bog'liq noqonuniy harakatlari fosh etildi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur shaxs 1995-yilda tug'ilgan fuqaroning xonadonida elektr energiyasidan hisoblagichsiz foydalanilayotganini aniqlagan. Biroq ushbu holat bo'yicha dalolatnoma rasmiylashtirish uning xizmat vakolatiga kirmasligiga qaramasdan fuqaroni aldab, go'yo ushbu huquqbuzarlik uchun 10 million so'm miqdorida jarima qo'llanilishini bildirgan. Shundan so'ng u mazkur holat bo'yicha rasmiy chora ko'rilmasligi, kelgusida esa elektr tarmoqlari xodimlari tomonidan o'tkaziladigan tekshiruvlarni ham o'zining tanishlari orqali hal qilib berishi mumkinligini aytib, buning evaziga 2 million so'm talab qilgan. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi 800 ming so'm va 100 AQSh dollarini olayotgan vaqtida huquqni o'zi qiluvchi organlar xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyatida fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, korrupsiya va firibgarlik bilan bog'liq har qanday noqonuniy harakatlarga nisbatan murosasiz kurashish borasidagi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.